Bizda bir Turkiyadan o'qib kelgan sunnatulloh degan bola paydo bo'lib qoldi. Qarang Andijonda. Shu bola ancha odamlarni boshini aylantirdi. Endi Andijon masalasiga keldik. Andijonda yurgan paytimda sunnatulloh degan gapni gapirishardi. Olib kelinglar shu bolani meni oldimga deb necha marta aytdim. Yo, domlani hurmat qilaman, men sunnatni inkor qilmayman deb qochib yurdi u bola. Andijonga kelganingda shunda Facebookingdan jonli efir qilgansan. Bilaman, shu joyda kimlar o'tirganini taniyman. Necha kishi bor edi, kimlar bor edi? Qaysi yili, qaysi kuni? Endi yolg'onchi bo'lib qolmay deb Facebookingdan o'chirib yuborsang bilmadim, lekin Facebookingda turgan edi. Oxirgi paytlarda ham. Eslading-a? Andijonda. Men shunda Andijonda edim. Hujralarim bor edi, talabalarim bor edi va senga o'xshaganlar orqamdan yozaverib, xavfsizlik ichki ishlar bosdi hujralarimni, boshqa bo'ldi, jarimaga tortildim. Mayli, uni eslamay. Andijonda shu mehmon qilib olib kirganda o'tiruvding, bir tane savol berdi Facebookda. Senga shunday savol berdi. Andijonda Sunnatulloh degan bola chiqib qoldi. Turkiyada o'qib kelgan ekan, dedi. Ba'zi bir birodarlarni o'rtasiga nima bo'lyapti, kelishmovchilik tushyapti sabab dedi. Shu haqida gapirsangiz dedi. Shaxsan meni Sunnatulloh deb aytdi. Endi sen o'sha paytda efiring turgan bo'lsa, o'chirib yubormagan bo'lsang, qo'y, erkak bo'lsang qo'y. Meni nomimni Sunnatulloh harfini sisini ham og'zingga ololmagansan shunda. Nimaga men Andijonda edimda? Chaqiring desa 15 minutda seni o'tirgan joyga yetib kelardim. 15 minut. Chunki meni uyimdan shu sen o'tirgan ofis avtomobilda yursam 10 daqiqalik yo'lda yetib kelardim. Andijonda eding. Chaqirsam qochib yurgan debsana. Voy kazzob sharmanda. Ana shu efiringda qani chaqirish u yoqda tursin. Sunnatullohni sesini ham gapirmagansan. Boshqa tarafga burgansan. Endi Turkiyalarda Mehmet O'qiyan degani bor, Mustafa Islomoğlu degani bor. Sendan Mehmet O'qiyanni so'ramagan ular. Mustafa Islomoğlu so'ramagan, meni so'ragan. Men haqimda gapira olmagansan-ku men Andijondaligimda. Chaqirganmisan? Kazzob. So'ra shular guvoh. Senga o'xshab kazzob bo'lmasa, haqqi shohidlik qilaman, guvohlik qilaman desa aytsin. Ana shu men haqimda so'raganida sendan men haqim meni gapirganmisan ekan. Men chaqirganmisan ekansan o'shanda jonli efirda qilyapti. Qo'lingdan kelsa ana shuni montaj qilib ham qo'ychi qani. Ular guvohlik berarmikan? Ha, Sunnatullohni qoralagansan, bahs qilaman degansan yoki chaqiringlar olib kelingchi. Sening niyating olib keltirish bo'lsa nima Andijonda turibsan? Menga telefon nomerini beringlar, qilaman deyolmasmi deng. Qilolmagansan, menga telefon qilolmagansan. Yoki meni yana shu atrofimdagi birodarlarga ular ham do'st edi. Aynan kimligini aytmay fitna yana bir uni ham orqasidan provokatsiya qilib yormagan. Bir insonning nomini aytib turib, palonchi pistonchi bilan olib yuribdi shunaqa degansan. Shu insonlar orqali chaqirtirsang bo'lmasmidi meni? Osmonga uchib ketganman ekan. Yerga kirib ketganman ekan. Kazzob. Shunchalik ham yolg'onchi bo'lasanmi? Shu guvohlar turibdi, Facebookingdan shu efiring ham turibdi-yu. Men haqimda umuman og'iz ochmagansan-u. Bizda bir Turkiyadan o'qib kelgan sunnatulloh degan bola paydo bo'lib qoldi. Qarang Andijonda. Shu bola ancha odamlarni boshini aylantirdi. Turkiyada kimlar bilan gaplashishdi? Bu yerda eng yomoni o'sha o'zimizni bir jamoat bo'lgan birodarlar nima bo'lib qolyapti? Qarshi bo'lib qolyapmiz bir-birimizga-chi. Endichi 40 mani qo'ymaydi tursin olmasa, jinda suhbatlashaylik, sovib qoladi. Savol qaysidan boshlaymiz? Nimalarda Qur'oniylarda bir gapirib o'tsangiz bo'lar ekan. Endi Qur'oniylar haqida ko'p gapirganmiz. Ilmiy haqiqatlari ham bor. Qur'oniy bo'lib qolgan odamlar ilmiy salohiyati yo'q odamlar. Ular ko'chirmaydi. O'zi Qur'onni o'qib, solishtirib, demak mana bunga ko'ra deb sizga vazn aytadigan odamlar emas. Ular kimnidir fikrlarini
o'qib, o'sha fikrlarni xuddi o'zinikini singari sizga taqdim qiladi. Soddaroq odam uni eshitib bay ajoyib fikr ekan deb o'ylaydi. Ko'zi ochiq odam, bu sening gaping emas u. San palonchi, masalan, Mehmet Okuyan degani bor Turkiyada. Yoki Mustafa Islomoğlu degani bor. Yoki Caner Taslaman degani bor. O'shalarning gaplari ko'p deydi. Bilgan odam, ko'zi ochiq odam. Va ularni o'sha Turkiyaning o'zida ulamolar o'rniga o'tkazib qo'yganligini ozgina kuzatsa ko'radi. Bu ahli bid'atni xalqni ichiga kirib kelishi, ahli ilmlarni faoliyati susligini bildiradi. Shunchalik ham yolg'onchi bo'lasanmi? Shu guvohlar turibdi, Facebookingdan shu efini ham turibdi-yu, men haqimda umuman og'iz ochmagansan-u. Sen qachon men haqimda gapirishni boshlading, aytaymi? Sen o'zingcha meni Turkiyaga qochib ketdi deb o'ylaganingdan keyin men haqimda gapirishni boshlading. Aslida men qochib ketmaganman. O'zbekistonda bu bola qayta olmaydi deb o'ylagansan. Bir kun kelib, bir stol ustida yuzma-yuz o'tirib men bilan bahs qiladi bir kuni. Bahs qila olmaydi endi deb o'ylaganingdan keyin sen shu ishni boshlading. Chunki ungacha qo'rqasan, bilgansan, sezib qolishing mumkin. Andijondaligimda chaqirsam, keling, qani Abdulla Muxtor o'tirinchi qani deb bo'lsa nima deyman? Men johilman, Qur'ondan bexabarman u. Derding, bilarding. Kazzob chaqiring deganman, necha marta qochib yurgan deysan-a? Bolani men oldimga deb necha marta aytdim. Yo, domlani hurmat qilaman, men sunnatni inkor qilmayman deb qochib yurdi u bola. Qayerda qochib yuribman ekan? Qayerda qochib yuribman ekan? Sunnatulloh nomini eshitganida shunaqa. Ha, keyin yana unga ham kelamiz. Qochib yuribdi, Turkiyaga ketib boribdi, bekinib yuribdi. Yaqinda O'zbekistondan keldim. Yaqinda O'zbekistondan. Pasportimni almashtirdim. Ichki ishlar idorasiga borib. Sen nima meni orqamdan bu siyosiy va diniy bir jinoyatchidek provokatsiya qilyapsan, fitna qilyapsan. Yolg'onchi, bir to'g'ri, chiroyli bir ilmiy asosda bir raddiya bildirsin, bildir. Hadib haqorat shaxsga o'ta olmasdan. So'ra Andijonda yurdim. Chegarani buzib kirganim yo'q, buzib chiqqanim yo'q. Hali shoshma, hali boraman ham.